Bu o't tufagimiz. O't tufagi hech narsa ishlab chiqarmaydi. Bizlarda gap bor. Zardob zahar ishlab chiqaradi, safo ishlab oshqozon chachadi, yolg'on gaplar hammasi. Chunki o't tufagi hech narsa ishlab chiqarmaydi. Oshqozon kisida ishlab chiqaradi. Ishtaha beradi, qorin ochiradi, ovqat hazm qiladi, mikroblar sintezasi qiladi. Oshqozon osti bezi fermentlar chiqaradi. Mezin, pankreatin, festal, krion degan mash bezdan chiqadi, dumadan insulin chiqadi. Qonda saharlarni nigropiya qiladi. Jigar bir kunda 400 gramdan 1 litrgacha safo ishlab chiqaradi. Qonni qo'ldiradigan, suydiradigan moddalar, oqsillar, kofeinda hamma yo'q. Jigar 20 oshib ketadi. Laboratoriya bu, eng katta laboratoriya. Oshqozonchidan tarovdan keyin qonni filtrlab tozalaydi, zaharli moddalarni sizlantiradi. Gormonlar tartibga solib turadi, parchalab turadi. Hattoki olayotgan antibiotiklarni parchalab qonni tozalab turadi. Buni vazifasi filtr. Detoksifikatsiya bajaradi. Endi jigar ishlab chiqargan safro jigardan oqib keladi va 12 barmoqchar orqasidan o'tadi aslida. Mana oshqozon orqasini qo'yibdi. 12 barmoqchar orqasidan keladi-da, oshqozon ostiga kiradi, ikkalasi qo'shiladi. Qo'shilib ingichkacha, ya'ni 12 barmoqchargacha qo'shiladi. Oshqozon chetida darvoza bor. Bu ovqat yeganda ochilib yopilib turadi. Kislotani ichakka o'tkazmay turadi, safroni oshqozonga tushirmay turadi. O't qopimiz nima vazifa bajaradi? Qo'yiltirish. Ovqat yemaganda kirgan safroni suvni so'rib qo'yiltiradi, ovqat yeganda haydab chiqaradi. Qachonki shu o't ishlamay qo'ysa toshib qoladi. Bu homiladorlik davrida, toksikozlarda bo'ladi va sababi oxirgi 3 oyda qorin homilador kattalashganda o'tga buklanib ishlamay qolishdan bo'ladi. Keyin asabda qizlar malikalari katta bo'ladi, boshqa oilaga tushadi. Asab buziladi, baribir hayajon, qo'rquv, boshqa shu narsa bilan homilador bo'ladi, toksikozlarda qo'shildi. Tuqqandan keyin oylar, yillar bola uyg'onaveradi, kechasi bilan uyqular izdan chiqib ketadi, asab tugaydi. Bola yig'lab, kimdir yuvosh bo'ladi, kimdir vobshe uxlatmaydi. Asabdan bo'ladi bu narsa. Keyingisi homiladorlikda semirishadi, riski emizlarda birdaniga o'sib ketib qolishadi. Yo'qsa 35 yoshga gormonal semirib ketib qolishadi. Qonda xolesterin o'zgarib qoladi. Xolesterin ko'payganda o't yopish qolyotib toshib qoladi mashpatlarda. Endi bizning kasallar tosh bo'lganini bilmaydi. Keyin joy turgan paytda tosh o'ynab yuraveradi, og'ritmaydi. Lekin nima uchun qizil rang beryapti? O'tdagi toshlar o'tga ishqilaqat tegadi-da, nervlarni qitirlaydi. O't bilan yurak nerv bitmagan uchun yuragi sababsiz o'ynaydi, g'ash bo'ladi, siqiladi, davinasi ko'tarib tushadi, bosh og'riydi kasalda. 12 barmoqchak och ichakka qarab ishlash kerak, pastga qarab tushish kerak. Nima uchun? Oshqozonda hazm bo'lgan ovqat 12 barmoqchak tushadi, baytda yana hazm bo'ladi, fermentlar safroda. Och ichak o'tadi, och ichak yana hazm qiladi, yo'g'oncha so'rilgan, so'rilmagan chiqaveradi. Endi ovqat yeyapti-da, safro oshqozonga tushyapti, kislotadan parchalab olyapti. Ishqor bu safro. Kislota bilan reaksiya kirishdimi? Gaz hosil bo'ladi, kekiramiz. Ovqat yedik, kislota yo'q. Ovqat hazm bijigiydi, yana kekiramiz. Bijigan ovqat ichakka o'tdi, ichak buziladi, qorindan bo'ladi, ich qotadi yoki o'tib qotib o'ynaydi. Bijigan ovqatda zaharli moddasi ko'payib ketdi. Uni ichak so'raveradi. Jigar ishib qotib boraveradi. Jigar filtrlanib ulgurmayapti. Qonda zaharli modda ko'paydimi? Miya tutib sancha ko'zlar bilan qo'shib olgan boshni yarmi tutib og'rigan migren degan orqa chaqiradi. Shuncha aytamiz, o't qopida tosh atrofdagi 6 ta organni faoliyatini buzadi, kasallik ko'paytiradi. Qachon bo'yniga tiqilib qolsa, kimdir qovurg'on tagini, lekin aksar odam oshqozonni ushlaydi. Oshqozonni o'ryapti deydi, o'miz ichadi, nosh va festal icha oladi. Joylar orqasiga og'riq beradi. Pristup vaqtida orqaga kelsa, bemorni baxti. Agar sanchilib qolsa, o'tga yidinglab qoladi. Agar mabodo o't yo'liga tushsa, yo'liga tiqilib qoladi, sarg'ayib ketadi. Bizga kasallik gepatologik infeksiyasiga boradi. Sarg'ayib ketadi. Ular bizga kasallik emas deb jo'natishaveradi. Ular keyin 2 marta operatsiya, 1 marta o't yo'lidan toshni oldiradi, keyin o'tini oldiradi. Keyingi narsa oshqozon osti bez shomil qolsa pankreatit deymiz. Kamarsimon og'riq bo'ladi, bez o'zini o'zi hazm qiladi, suv ham qayt qilaveradi. Shunchadan o'tda tosh bor ekan desa oldirib oling deymiz. Nimaga deydi? Sabab kasallik ko'payib ketishini oldini olish kerak. Jigar, yurak va oshqozon osti bezining faoliyatini saqlab qolishimiz kerak, bizga uzoq xizmat qilishi uchun. Ikkinchi sababi yedinglash, yorilib ketish, sarg'ayib ketish degan asorati bor. Sarg'ayib ketib qolgan kasallar billar sirroz bo'lib qoladi. Pankreas nekroz va oshqozon erib ketib qolsa, kasallar ko'p ketib qoladi. Og'ir asorat ular. Eng yaxshi asorati yedinglar yorilish. Biz uchun xavfsizi. Keyingi narsa bor. Agar o't tufagimiz 50 yoshdan kattalar toshi 3 santimetrdan katta bo'lib ketsa yoki o't tufagi toshga to'lib qolsa, qurib qolsa, o't tufagi o'sini chaqiradi. Shuncha aytamiz, buni o'qiyapmiz. Yaxshi yurgan paytda
Operatsiyadan keyinchi esa 10 kun parhez qilamiz. Qaynatma ovqat. Keyin sira chala qo'lgan ovqat yutamiz. 15 kundan yo'qotib qo'shib ketamiz. Tezda parhezdan chiqib ketamiz. Ko'proq yurib, ko'proq harakat qilamiz. 3 kun olg'och olamiz, keyin olmaslikka harakat qilamiz. Bitta chiqish kerak. Uzoq parhez qilish ichakka yomon ta'sir qiladi. İçeriklerimiz yağ bilan yağ tushmay qolsa, ichaklar buzilib qolsa, bir yana kasal qo'shib olamiz. Operatsiyadan keyin uyqumizni nazorat qilamiz. Agar mabodo uyqumizda buzilish davom etadigan bo'lsa, nevropatologga dori qo'shtirib olamiz. Chunki asab tinchlantiramiz. Chunki bu narsa bir-biriga zanjir bo'lib ketadi-da, biz zanjirni yurishimiz kerak. Pastdan tepaga ta'sir yo'qotamiz, tepaning pastga kelgan ikkala zanjirni tutsak, boshimga keyin to'g'ri buyruq berish boshlaydi, keyin bu ishlaydi, keyin biz Allah bergan chiroyli qilib maza qilib yashaymiz, ko'rgan narsamizni yeb ichib ketaveramiz. 3 oy ichida parhezdan chiqib ketishimiz kerak. 4-oydan ro'za tutsangiz ham bo'laveradi. Uzoq parhez qilish mumkin emas. Uzoq parhez bizga ziyon qiladi. Biz vazn tashlaymiz, yeb oziladi, yemasdan ozib bo'lmaydi. Qaynatma ovqat bilan parhez qilib bo'lmaydi. Parhez faqat jarohat bitguncha. Jarohatimiz o'zi 10 kunda bitib bo'ladi. Undan har Onu uzoq parhez qilib qaynatma ovqat olib yurib bo'lmaydi. Shuning uchun bu faqat olib qo'yiladi. 1 yoshdan operatsiya qilinadi. Chunki ba'zida yosh bolalar tosh bilan tug'iladi. Mana hozir 2008-yil bolada 27 mm toshda, uniki tug'ilganda bo'lgan. Shuncha davrda kattalashib keldi. Aytsam dadasiga qarayapti. Har bitta gapimga dadasiga qarayapti. Chunki yoshligidan uni oshqozonda olib kelishganmi. Kelyapsizmi, aytamiz. Bu shunaqa narsa. Erkaklarda kamroq uchraydi, yoshlardagilarda, ayollarda. Erkaklarda oshqozonda yara bo'ladi. Ular ichadi, chekadi, boshqa yomon odatlar, gaz ichimlik ichadi. Vaqtida ovqatlanmaydi, ko'p och qolsa ham yuraveradi. Haligi ularda ko'proq bo'ladi. Lekin ayollarda homiladorlik hisobiga o't. Shuning uchun erkaklar oshqozon, ayollar o't bo'lish bo'lgan kasallikda. Shuning uchun buni faqat oldirib olamiz. 2014da boshlagan prinsip berib borishdi. Bizda chidab yuraveramiz, lekin o'zi aslida Yevropada ham 1 yoshdan operatsiya qilishadi. Bizda Toshkent 2 yoshdan, biz 5 yoshdan qilamiz. Keyin bu arzimagan kasallik. 2 kun 3 kunda yaxshi bo'lib qolamiz. Bu muammoli kasallik emas.